Akalar, ukalar. Bu videoni bir ko'rlarda. O'g'lingiz nima ish qiladi o'zi? Nima uchun tashlab ketgan sizni? Sabab bormi? Sababi O'zidan o'zi sababi yo'qdir-da. Kredit oldi, kredit mani nomimga Cobalt oldi. Hop. Uzib bo'ldim 15 ming dollar kapitaldan oldi, Hop. Miroboddan. 4 yil qatnab uzdim. Shu bilan o'ylantiruvdim, tashladi ketdi. Kerak emasdan u yana keldi. Shu Bu onaxonda gaplariga to'g'risi chidolmadim. Videoni ma'nosidan shuni tushundimki, Cobalt oldirib, kredit oldirib, uzdirib yana onani ko'chaga tashlab ketgan farzand. Onalarimizga ishoning, sabriga tan beramanda. 9 oy qornida ko'taradi. Tug'ilgandan keyin uyqularini harom qilib farzandni o'stiradi, o'ndiradi. Balog'at yoshiga yetkazib, orzulariga erishtirib qo'yadi-yu, endi ko'chada qolib ketadi. Bu ishoning achinarli holat. Bu onani farzandiga bir og'zim gapim bor. Bu dunyo qaytar dunyo. Sen nimani xor qilsang, shunga zor bo'lasan va sen ham shunday xor bo'lasan deyshadi. Onangni tezda uy joyiga joylab, onangga yaxshi parvarish qil. Aks holda juda bir ahvoling tayin bo'ladi. Ahvoling xor bo'ladi. Xor bo'lasan, zor bo'lasan shu onaga. Ishon, juda qattiq qiynalasan. Onangni yo'qotib qo'ygandan keyin ana shunda qadriga yetasan. Undan keyin o'zi pozna. Akalar, ukalar, noto'g'ri gapirgan bo'lsam, kommentariyada o'z fikringizni qoldirasiz. Sog' bo'ling.